Odamlar kep qolinglar. O'sha mashhur aqlni chaqlovchi qo'ng'oqdan 4 dona qoldi azizlar. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. O'lkahol keling. 4 dona qoldi. Iste'mol qilishingiz bilan miyangiz chalqinadi. Narxi nech pul buni? Ukajonim, 120 mingdan ayamay sotdim. 4 dona qoldi, 100 mingdan beraman. Yaxshi yigitga o'xshaysiz. 100 mingdan. Amayli bitta bering, 100 ming pul qoldi. Yashang ukajon. Rahmat. Yashang. Ana bu afsonaviy qo'ng'oqni yeb ko'raylikchi. Oddiy qo'ng'oq, mazga meni aldabdimi? Aqlni chaqlovchi qo'ng'oqdan 3 dona qoldi, kep qoling. Ey, mashinik. Meni aldab sotsaning, nima bu? Menga tupurgin chachratmay gapir. Nima sen aldayman? Aql charxlovchi deysan, oddiy qo'ng'oq ekani. Unda buni puliga 10 ta qo'ng'oq olgani yaxshi. Ana ukajon, aqlingiz chaqlanyapti-yu, ta'sir qildimi? Boring ukajon, savdoga xalaqit bermang. Savdo qiziq bo'lyapti. Voy, qo'ng'oq qo'yishib. Yashang. Qo'ng'oqdan afsonaviy